Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana alhamdulillah uxlab dam olganlik Bomdodga ketyapmiz. Soat 3dan 45'te. Mana gruppa bilan hammamiz ketamiz bilan. Alhamdulillah. İnşallah mana Madina masjidida Bomdod o'qiymiz. Şu masjidda urusda o'tiribmiz. Hammamiz bor ekan jonimiz bir kun qabr. Baqiy qabristoniga mana bir kishi itib qo'yilyapti. Bu yerda sahobalar va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ahli baytlari bu katta mukofot bize kerak bu yerda yotish. Assalomu alaykum. Ya ahli bayt. خلاص يا حاج قص القرآن وشغل. Hammamiz bir kun she'rga ketamiz. Mana Baqiy qabristoni. Ikkita janoza hozir bo'lyapti. Mana. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. La havla va la quvvata illa billah.